hayotda Allohning sinovlariga duch kelamiz. Shu jumladan qo'rquv, yetishmovchilik va yo'qotish. Ammo barcha yaxshiliklar sabrlilarni kutadi. Sabr qiluvchilarni. Yo'qotishni boshdan kechirgan odam mol-mulki va yaqinlari abadiy o'ziniki deb o'ylaydi. Mana shunday hayolda bo'lishadi. Shundan so'ng u mana shuni anglaydiki, bu dunyoda hech nima bizniki emas. Bizniki bo'lmagan. Boshingizdan o'tgan og'riq va yo'qotishlarga qaramay, sabrli bo'ling. O'zingizni yo'qotmang. Alloh subhanahu va taolo sizlarni azoblaringizdan xabardordir. Sizni qayg'ularingiz uzoq davom etmaydi inshaalloh.